O'zbekistonda yangilik do'stlar. Bu nima desalang do'stlar, kompozitli maishiy gaz balon yangiligi bo'ladi. Eng qizig'i do'stlar, oddiy gaz balondan farqi do'stlar bu kompozitli bo'ladi. Kompozitni qisqacha qilib sizlarga tushuntiradigan bo'ladigan bo'lsam do'stlar, bu shisha tola bo'ladi. Eng qizig'i bu meni temirga o'xshab zaylamaydi, chirimaydi, hech nima bo'lmaydi. Yana bitta zo'r tomoni do'stlar, buni qaranglar, ahamiyat berib qo'yinglar. Buni klapinchalariga ahamiyat bersalar, ya'ni bunisi chirimaydi, zaylamaydi. Buni zo'r tomoni do'stlar, propanda отходi bor. Nima deyiladi? Kommentda o'zi gazalin deyiladi. Ya'ni gazalinda oddiy temir balon 10%, 20% o'zida saqlab qoladi. Bularda umuman gazalin turmaydi. Aytganimizdek, videoda yaqinroq olib keladigan bo'lsangiz, bu kompozitni shisha tolaga o'xshagan narsa bo'ladi. Bundan oldingi safar, ya'ni kanalizatsiyada ham videosida chiqardik do'stlar. Bu xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Ichida, ya'ni propanda gazalinini o'zida saqlab qolmaydigandan bo'ladi. Misol uchun bunimiz bilan buni litri bir xil bo'ladi. Ya'ni bu 30 litrgacha olsa, 30-40 litrda atrofida bo'ladigan bo'lsa, misol uchun bu ham xuddi shunaqa bo'ladi. Lekin buni bir oy yoqsiz, buni bir oy 10 kun, 20 kun yoqasizlar. Nima sabab desana, aytganimizdek do'stlar, gazalinda o'ziga olmaydi. Yana bitta zo'r tomoni, mana buni yengilligini ko'ryapsizlar. Buni bemalol ayollar ham, bolalar ham ko'tarsa bo'laveradi. Bu endi kattasi bo'ladi. Kichigini-yu vobshe bemalol. Dom uylarga bemalol olsalang, bezopasnost tomonlama zo'r bo'ladi. Endi mana bunday klapinchasiga keladigan bo'lsak, do'stlar, bu nima desalang, bir martalik, ya'ni одноразовый, ya'ni пожарный xoti bo'ladi. Bu пожарный xot nimaga desalang, do'stlar, mabodo katta damlab borsangiz yoki katta davleniya bo'ladigan bo'lsa, batdan qo'yib yuboradi. Mabodo bu xudo ko'rsatmasin, portillaydigan bo'lsa, bu portillab uchib odamda, ya'ni hayotiga xavfsizlik darajasi juda past bo'ladi bu temirda. Ya'ni temir hali metan balonga o'xshaydiganini aytyapmiz. Bunisi bo'lsa, unaqa bo'lmaydi. Ya'ni portillasa bu prosta tak mana bitta chizig'i bor, yorilib qo'yadi xolos. Ya'ni 1-1,5 metrdan masofadan uzoqda bo'ladigan bo'lsangiz, sizga hech qanaqangi yomon tomoni bo'lmaydi. Yana bitta zo'r tomoni, ayollar, bolalarda do'm-pomga ham olib borib siz bemalol olsangiz bo'laveradi buni. Pomdesi, ya'ni ust qoplamasi maxsus plastik, ya'ni zashtadan qoplangan bo'ladi. Aytganimizdek shunaqasidan bo'ladi. Yana bittadan zo'r tomoni do'stlar, bu metanimizga qaraganda, ya'ni bu oddiy propan balonga, temir propan balonga qaraganda do'stlar, bunimiz zo'r tomoni 30 dan 50% gacha baquvvat bo'ladi. 20 yilgacha garantiya berishadi. 20 yil nimasiga garantiya desana, pomdesi korpusini o'ziga garantiya berishadi. Bunisini o'zi bu ya'ni mahsulot Xitoy mahsuloti bo'ladi asli, lekin mana shu klapinchalari ochilib yopiladigan, ya'ni gaz damlaydigan joylari Argentinadan maxsus keltirib mashinalarga chiqartirilar ekan. Bunisi kichigi bo'ladi, aytganimizdek, bunisi kattasi bo'ladi. Ikki xil turda bo'ladi. Chegaralanmagan miqdorda akalarimizda bor ekan. Yana bitta zo'r tomoni, aytganimizdek, yengil, nihoyatda maza qilib ishlatsan ham bo'laveradi. Aytganimizdek, buni mana og'irligini oz ko'taramiz. Bu anchagina og'ir, to'g'risi do'stlar, lekin buni bitta qo'lda ko'tarib bemalol olsangiz bo'laveradi. Mabodo qo'lingizdan tushib ketsa, mana hozir otib olganimiz yangida turibdi. Bunimizni otib oladigan bo'lsa, xudo ko'rsatmasin, agar ichida gaz fazi bo'ladigan bo'lsa, chiqib ketishi mumkin. Bu endi ya'ni bezopasnost yo'qolib qolishi mumkin. Aytganimizdek, buni otib ham bo'lmaydi, tushgandan keyin, portillagandan keyin, ya'ni odam hayotiga nihoyatda xavfli bo'ladi. Bularimiz portillamaydi, aytganimizdek, yoriladi xolos. Narxlariga keladigan bo'lsak, do'stlar, kattasi $100, kichigi $75 bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Albatta kelishilgan holatda. Mabodo zapchaslari kerak etsangiz, zapchaslari ham bor. Uni ham kelishilgan holatda, ya'ni o'zlarining shunaqa zapchas do'konlari ham bor ekan. Biz turgan joy Farg'ona viloyat, ya'ni Kirgili mavzesida turibmiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini pastda qoldirdik. Bu donaga bo'ladi, dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Agar optimga olib sotib foydalanaman desang, undan ham kelishilgan holatda qilib beramiz deyishyapti ekan. Necha minut bo'ldi?